Assalomu alaykum azizlar. Men Muslimbek Boymurodov, yuz jax jarrohi va implantologman. Aynan o'zimizning soha, bo'yindan tepa sohada ko'p uchraydigan kasalliklar va qiyin kasalliklarni oddiy tilda bemorlar uchun, shifokorlar uchun va yetishib kelayotgan shifokorlar, ya'ni talabalar uchun tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bugungi darsimiz juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki tishlovlarda patologiya va tishlardagi muammolarni ko'rib chiqamiz. Uning uchun esa eng zo'r klassifikatsiya bizga Engel klassifikatsiyasi hisoblanadi. Engel klassifikatsiyasi bilan tanishib chiqamiz. Undan tashqari skelet va tishlardagi formalardagi muammolar, ya'ni tishlovda o'zgarishning sabablarini ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, tishlovda o'zgarishni 3 ta klassifikatsiyaga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni uni kelib chiqishini. Bu birinchi navbatda tish alveolar, skeletal va kombinerlangan turlarga bo'linadi. Tish alveolarida suyaklarda hech qanaqa muammo yuzaga kelmaydi. O'zi aytib turibdi, tish alveolar. Demak, bundan asosan tishlarda muammo yuzaga keladi. Endi skeletal holatda esa asosan bizda suyakda muammo bor. Suyakda muammo bo'ladi, tishlarda muammo yo'q. Endi buni kombinerlangan turi esa bunda ham tishlarda ham suyakda muammo yuzaga keladigan bo'lsa, kombinerlangan turga yuzaga keladi. Umuman olganda bugun ortodontiya juda ham ko'p keng rivojlanmoqda va bemorlar soni ortmoqda. Yuz jax jarrohlariga ham shu jumladan. Nima uchun desak, albattaki bunga ya'niki yashash tarzimiz sababchi desak bo'ladi va kelib chiqayotgan aynan har xil kasalliklar ham sabab bo'ladi. Kelinglar, bir nechta sababini men sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi navbatda bu sun'iy ovqatlanishda ko'payayotganligi. Sun'iy ovqatlanganda, umuman olganda, tabiiy ovqatlanganda ko'krakni olgan vaqtida chaqaloq unda, ya'niki u qattiq bo'lganligi uchun u narsani bosim ostida ushlab, ya'ni rivojlantirishga harakat qiladi jag'larda. O'sha jag'lar o'sani hisobiga o'sishga harakat qiladi. Demak, bu narsani noto'g'ri sun'iy ovqatlanish hisobiga esa jag'lar orqada qolishiga ham sababchi bo'ladi. Undan tashqari ko'p uchrayotgan yuqori nafas yo'llaridagi muammolar. Bu narsa esa aynan har xil tonzilit, adenoidlar, ya'ni bolajonlarda bodomcha bezlarida muammolar, bu narsa nafas olish sistemasida og'izda kompensatsiya holatida qo'shishga olib keladi. Va bemor albattaki o'sha bolajonlar nima qilinadi desa, og'zini ochiq holatda uxlashga olib keladi va bizda eslab qolinglar, til eng zo'r ortodont hisoblanadi. Ularda til oldinga va ikki yon tomonga bizlarda jag'larimizni kengaytirish uchun funksiyani bajaradi. Endi til uxlayotgan vaqtida, umuman olganda o'sha kompensatsiya vaqtida tilimiz asosan tanglarga yopishgan holatda bo'ladi. Demak, oldinga siljitmayapti, jag'ni o'stirmayapti. Demak, jag'ni o'stirmaydigan bo'lsa, tishlarimizda muammolar yuzaga keladi. Tishlovda muammo albattaki. Undan tashqari, ya'niki bizda vredniy привычкалар, yomon odatlar, bolajonlarda qanaqa yomon odatlar yuzaga kelgan, bu narsa barmog'ini shimish ko'p, oldin soska, qattiq soskalar bo'ladi, hozir esa yumshoq soskalar bor. Uni jag'ni yetarli darajada rivojlantirish uchun bosim bera olmaydi. Barmoqda shimish yoki qalamlarda, ruchkalarda shimib o'tiradi bolajonlar. Undan tashqari esa bo'lishi mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, maktabda iyagiga mana bunaqa qilib qo'yib dars tushuntirib o'tiradi. Bu holatda pastki jag'da o'smaslikka olib keladi. Demak, bunday sabablar juda ham ko'p. Buni alohida mavzuda o'tib beramiz. Kelinglar, Engel klassifikatsiyasi bo'yicha tushuntirishda davom ettiramiz va bundan keyin bularni hammasini tushuna olasizlar. Engel 1899-yilda Nyu-Yorkda, ya'ni amerikalik olim hisoblanadi. Bu 6-molarlarni asosiy tish sifatida olgandan uni sagittal yo'nalish bo'yicha muammolar, tishlovdagi prikusdagi muammolarni o'rganib chiqqan. Endi qaranglar, mana bitta narsani bilishimiz kerak, ya'niki sagittal degani mana bu chiziqda to'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsak, chap va o'ng tarafimiz teng ikkiga bo'linadi. Bunda mana shu vaqtda teng bo'linganda biz faqat oldinga yoki orqaga siljiganligini bilishimiz mumkin tishlarni. Va mana shu nisbatda o'rganishimiz mumkin. Endi bunda aytib o'tganimizdek, sagittal proyeksiyada uni oldinga yoki orqaga siljiganligini bilishimiz mumkin. Demak, bu tishlar nisbatiga ko'ra Engel klassifikatsiyalangan. Undan oldin olimlar oldingi tishlarni olgan. Oldingi tishlar lekin har doim o'zgaruvchan bo'lganligi uchun u narsani olib tashlangan. Nima uchun oldingi tish, doimiy tish olingan molar tish deb aytadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda kelinglar, men sizlarga uy sifatida tushuntiradigan bo'lsak, har doim oddiyroq tilda tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu uyda eshik bor, deraza bor va tom bor misoliga, to'g'rimi? O'shalarni qaysi muhim deydigan bo'lsak, agar eshikni o'zi bo'ladigan bo'lsa, uyimizda bo'lmaydigan, devori ham bo'lmaydigan bo'lsa yoki tomi bo'ladigan bo'lsa, oynasi bo'ladigan bo'lsa, u uy bo'lmaydi. Eng mustahkam uy deyishimizga sabab bo'ladigan narsa bu albattaki fundament. Demak, bizda fundament bo'ladigan, o'sha yuqori jag'ga birikib turadigan mahkam holatda bu 6-tish hisoblanadi. Va birinchi fundamentdan birinchi quyiladi. Demak, 6-tishlar ham birinchi chiqadi. 6 yoshdan, bolaning 6 yoshidan u narsa
chiqishni boshlaydi 6 yoshdan. Shunlardan undan tashqari bu zamokchani hosil qiladi. Ya'niki mana shunda tishlarimiz nisbatan qimirlashi bo'lmaydi. Mana shu 6-tish sababli. Undan keyingi esa bizda asosan ya'niki qoziq tishlarimiz funksiyasini bajaradi. Ya'ni bu klik deydi. Biz Ernest Engelda klassifikatsiyasi bo'lganimizda asosan demak birinchi molar tishlar 6-tish yoki 3-tishlar bu qoziqlar, ya'niki o'sha klik tishlariga e'tibor berar ekanmiz. Unda 3 ta klassifikatsiya bor. Demak, bu sagittal proyeksiyada deb aytdik. Tishlar nisbati bo'yicha birinchi klassifikatsiyasi asosan qaranglar. 6-molarda bizlarda bukka mezial mana bu yerda dumboqchamiz bor, bugarogimiz bor. Va mana shu bugarogimiz mana bu yerdagi 6-tishni pastki tishimizni fissura, mesh tishlar o'rtasidagi, ya'niki tishlar aro o'rtadagi fissuraga botgan bo'lish kerak, kirgan bo'lish kerak. Mana bu ya'niki biz aytamiz bukkal fissuraga joylashgan bo'lishi kerak. Endi bu normada va e'tibor beradigan bo'lsa, klik tishlarimizga, ya'niki qoziq tishlarimizga e'tibor beradigan bo'lsa, tepasi sal orqaroqda joylashgan bo'ladi. Pastda esa sal oldinroqda joylashgan bo'ladi. Tushunlaringizmi? Bu oldingi tishlarning proyeksiyasi bo'yicha. Va bitta narsani bilinglar, bu yerda oldingi tishlarda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Har xil tremalar, diastema yoki spuchni juda ham zichlashgan holatda bo'lishi mumkin. Lekin proyeksiya bo'yicha 6-tishimiz, ya'ni orqa tishlarimiz mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu klass 1da. Endi klass 2 ga o'tamiz. Ikkinchi klassda qanaqa bo'ladi? Ikkinchi klass 2 ga bo'linadi. Bu birinchi podtipi. Qaranglar, 6-tish pastki 6-tishga norma bo'yicha joylashganda sal orqaroqda joylashganida e'tibor berdilar. Endi bunda esa oldinga o'tadi. 6-yuqori tish oldinga surilyapti, pastki tish esa orqaroqda joylashgan bo'ladi. Va mana shu mezobukkal tuberda e'tibor bersalaringiz dumboqchani, ya'ni joylashgan joyiga bu proyeksiyasi bo'yicha sal oldinroqda joylashyapti. Fissura esa tishlar aro mana bu yerda botiq esa orqaroqda joylashyapti. Endi imенно birinchi klassifikatsiya bo'yicha oldingi tishlar bu protruziya holatda bo'ladi. Ya'ni oldingi siljigan, mana bunaqa holatda bo'ladi. Tushunlaringizmi? Mana bunaqa holatda bo'ladi. Bunda ya'niki bolajonlarda nima holat yuzaga keladi desalaringiz, lablarini yaxshi yopa olmaydi ular. Chunki tishlari xalaqit beradi. Ochiq holatda, ko'pchilik holatda bo'ladi yoki og'zi ochiq holatda bo'lishligi mumkin. Demak, bunda oldingi tishlarimiz protruziya holatda bo'lar ekan, yozib qo'yamiz. Protruziya holatda, ya'ni oldinga siljigan degan. Pro degani oldinga. Xuddi Pro Max degan xuddi oldingi, ya'niki zamonaviy deb aytamiz-ku, xuddi shunaqa holatda Pro qo'shimchasi oldinga degan ma'noni anglatadi. Ikkinchi podtipida esa bu ikkinchi klass va ikkinchi podtipda nima bo'ladi desa, 6-tishlarimiz xuddi shunaqa oldinga tepasi siljigan, pastki 6-tishlar nisbatan tepadan orqaroqda joylashgan bo'ladi. Lekin buni eng muhim joyi oldingi tishlarga e'tibor bersalaringiz, e'tibor beryapsizlar, ya'niki ular retruziya holatda joylashgan bo'ladi, ya'niki orqaga siljigan bo'ladi. Mana oldingi tishlar demak orqaga siljigan bo'ladi. Buni retruziya deb aytamiz. Retro degan, ya'niki eski qo'shiqlar deymiz-ku, retro qo'shiqlar deymiz. Xuddi shunaqa holatda retro degan orqaga degan ma'noni anglatadi. Eski, ya'niki eski qo'shiqlar deganda xuddi shunaqa ma'noni beradi. Ya'niki e'tibor bersak, ikkinchi tishimiz bu klik tishlarida, xuddi shunaqa holatda mana klik tishlarimiz tepasi oldinda, pastda esa orqada joylashganligini ko'rsak bo'lar ekan. Bu ikkinchi klassifikatsiyani tugatdik. Endi uchinchi klassifikatsiyamizga e'tibor beradigan bo'lsak, xuddi shunaqa holatda 6-tishimiz qayerda joylashyapti? Orqaroqda, pastki 6-tishimiz esa oldinroqda joylashyapti. Bu 3-klass hisoblanadi. Va mana shu yerda bitta narsani aytib ketay. Qaranglar. Mana bu hali o'tamiz biz har xil patologiya prekuslari bo'yicha, ya'ni глубокий prekus, chuqur prekuslarda, открытый prekus, ya'ni ochiq prekus, o'sha narsalarni tushuntirib beraman, lekin o'sha narsani ozgincha tushuntirishga harakat qilaman. Demak, pastki jag'larimiz, yuqori jag'larimiz mana shunaqa ichkariga kirgan holatda deb aytdik-ku, retruziya holatda oldingi tishlar. Demak, bu narsa oldingi tishlarni ham oldinga siljishga yordam bermaydi. Ya'niki o'sha narsani majburiy holatda olib keladi. Majburiy holatda, demak, pastki jag'ni ham ko'pchilik holatda o'stirmaydi. Xuddi men misol uchun kimdir sizni orqangizdan ushlab turgan bo'lsa, albatta siz oldinga harakatlana olmaysiz. Xuddi shunaqa holatda bunda ham mana shunaqa tushunsangiz bo'ladi. Endi qaranglar, mana shu narsalarda, tishlovlarda biz sagittal proyeksiyada patologiyalarini 2 ga bo'lamiz. O'zi umuman olganda biz mana bu neytralniy prekusga bo'ladi tishlov. Ya'ni bunda yuqori va pastki jag'lar nisbati bir-biriga to'g'ri keladi. Yuqori va pastki jag'lar bir-biriga to'g'ri keladi.
Endi qaranglar, bizda distalizatsiya degan narsa bor yoki distalni prikus deymiz. Distal degan nima degani? Qaranglar, markazga nisbatan distal degani uzoq degan ma'noni anglatadi. Endi bizlarda har doim o'ynaydigan narsa nima? Ya'ni bizda uy deb hisoblasak, yuqori jag'da u harakatlamaydi. Pastki jag'imizda esa borib kelaveradi. Pastga, to'g'rimi? Ikki yonboshga, demak u harakatchan hisoblanadi. Demak, bizni markazimizdan yuqori jag' deb oldik. Unga nisbatan orqada yoki oldinda joylanishiga qarab, prikusimiz distalni prikus yoki mezalni prikusga bo'linar ekan. Distalni prikusimizni biz aytdik. Distal degani orqada degani. Tushundinglarmi? Demak, yuqori jag'imiz oldinga siljigan, pastki jag'imiz esa orqaga siljigan. Yoki ikkinchi holatda distalni prikusga yuqori jag'imiz normada turibdi, lekin pastki jag'imiz orqaga siljigan bo'ladi. Hozir bu skeletalni tip bo'yicha ham tushuntirib beraman. Keyingisi mezalni prikusda. Mezalni prikusda e'tibor bersalaringiz, bu oldinga siljish degani, ya'ni sentrga intilish degan ma'noni anglatadi. Mezal, sentrga qarab degani. Demak, oldinga siljish bo'ladigan bo'lsa, bu pastki jag'imiz oldinga siljigan, yuqori jag'imiz esa orqaga siljigan bo'ladi. Yoki ikkinchi tipida esa biz nima qilamiz? Mana bu narsani klassifikatsiyalaymiz holi. Bu narsa normada bo'lishi mumkin, bu narsa o'sib ketgan bo'lishi mumkin, ya'ni pastki jag'imiz. Yoki bu normada bo'lib, bu orqaga siljigan bo'lishi mumkin. O'sha mezal prikusga olib keladigan sabablar. Xo'p, endi keyingi klassifikatsiyamiz bo'yicha bu skeletal tip bo'yicha qanaqa patologiyalar yuzaga keladi va mana shu narsalarni jamlashtirilgan holatda endi tushunamiz. Bitta tafsir qilamiz, qaranglar. Bular tishlar nisbati bo'yicha ekan. Birinchi klassifikatsiyada, ya'niki engel bo'yicha bular o'zi joylashish bo'yicha 6-malyarlarimiz tepasi sal orqaroqda, pasti sal oldinroqda joylashar ekan. Bu men aytdim, buko-mezal tuber bo'yicha, ya'niki dumboqcha orqali o'lchanar ekan. Endi ikkinchi klassifikatsiya bo'yicha bizda oldingi tishlarimiz oldinga siljigan bo'lar ekan. Ya'niki, mana ko'rib turganimizda tepa tishlarimiz oldinga siljigan bo'lar ekan, 6-malyarlarimiz. Faqatgina birinchi pattipida oldingi tishlar protruziya holatda, ya'ni mana bunaqa holatda oldinga siljigan bo'lar ekan. Ikkinchi pattipida esa nabarot, o'sha narsani ichkariga siljigan holatda bo'ladi, ya'ni retruziya, oldingi tishlar retruziya holatda bo'ladi. Endi distal prikusda aytganimizda bu juda ham oson ekan. Pastki jag'imiz nisbatan orqaroqda joylashgan bo'lsa, distal prikus hisoblanar ekan. Oldingi jag'imiz, misol uchun, mana shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, pastki jag'imiz mana bunaqa holatda bo'ladi. Va uchinchi tipda esa mezalni prikusda esa biz aytib o'tdik, neytralni prikusda bu yoki ortognatik prikusda yuqori va pastki jag'lar nisbati bir-biriga teng va mezalni prikusda esa nabarot, yuqori jag'dan oldinga siljigan bo'ladi. Mana yuqori jag' va pastki jag'imiz oldinga siljigan bo'ladigan bo'lsa, mezalni prikusda hosil qiladi. Xo'p, demak endi skeletal tiplarga o'tsak bo'ladi. Xo'p, skeletal tipda biz normani ko'rib chiqishimiz kerak. Norma qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Men nisbiy holatda kalla suyagimizni mana bunaqa holatda joylashtirdim, chizdim. Undan keyin mana shu ko'z, yanoq suyaklarimizni olgan sohani esa mana bu holatda chizdim va maksilamizni, ya'ni yuqori jag'imizni mana bunaqa holatda va mandibulamizni mana bunaqa holatda kiritdim. E'tibor beradigan bo'lsalaringiz, birinchi klassifikatsiya bo'yicha agar mana bu yerda yoy o'tkazsak, osh o'tkazsak, mana bunaqa qilib bir-biriga teng taqsimlangan holatda bo'lyapti. Mana bunaqa profilimiz to'g'ri holatda bo'lyapti. Endi ikkinchi klassga o'tamiz. Bu skeletal tip bo'yicha. Bu qaranglar, 85% uchraydigan patologiyada endi mana bu kalla suyagi bilan yuqori jag'da e'tibor beringlar. Maxilla normada, ya'ni norma o'sgan. Bu aytib o'tdim, iyakni mana bunaqa qo'yib o'tirsa bolajonlar, iyagi, ya'ni pastki jag'i o'smay qoladi deb. Demak, bu orqaga siljishga olib keladi pastki jag'da. Retruziya, pastki jag' orqada. Yana bir marta mana qo'limda harakatiga e'tibor beringlar. Yuqori jag'imiz normada, pastki jag'imiz orqaga siljigan. Mana bunaqa skeletalni tip hosil qiladi. Bu ikkinchi klass deydi. Skelet bo'yicha, skeletalni tip bo'yicha eslab qolinglar. Bu eng ko'p uchraydigan tip, ya'ni 85% holatda uchraydi ko'pchilik bemorlarda. Keyingi tipga qaranglar. Endi qanaqa holatda biz distalni prikusga olib kelishimiz mumkin? Distalizatsiya holatda bo'ladi. Ya'ni pastki jag' orqada qoladi. Buni oldingi jag'larimizni, demak, o'stirib yuboradigan bo'lsa, oldingi jag'lar qachonki oldinga siljigan bo'lsa, protruziya holatda bo'ladigan bo'lsa, yo aytamiz bu narsa prognatiya deymiz. Prognatiya, pro oldinga deb tushuntirdim. Gnatio endi bu jag' degani. Prognatiya holatda. Qachon bo'ladi desa, qachonki bizda makrognatiya. Qaranglar. Makrognatiya juda ham oson termin. Makro degani katta degani, gnatio degani jag' degani. Qachonki jag'imiz katta bo'ladigan bo'lsa, demak, oldinga siljigan bo'ladi. Prognatiya bo'ladi. Tushunlaringizmi? Pastki jag'imiz esa normada bo'ladigan bo'lsa, yuqori jag'imiz mana bunaqa chiqib qolgan bo'ladi. Endi mana bu narsani kalla suyagidan olib keladigan bo'lsak, chizib e'tibor berasizlar. Yuqori jag', maxilla nisbatan oldinga siljib ketgan. Tushunlaringizmi? Pastki jag'imiz esa normada turishiga qaramasdan.
bu 10% holatda uchraydi va 5% da uchraydigan holat bu kombinirlangan 3-podtipi hisoblanadi. Klass 2 ni 3-podtipida ham oldingi jag oldinga o'sib ketgan, ham pastki jag orqaga protruziya holatda siljib ketgan. Tushunlaringizmi? Retruziya holatda, ya'ni retruziya holatda orqaga siljib ketgan. Ya'ni tepa jag protruziya holatda oldinga siljigan va pastki jag esa retruziya holatda orqaga siljigan holatda hisoblanadi. Prognatiya va retrogeniya. Pastki jag uchun asosan geniya, ya'ni genio degani iyak degan ma'noni anglatadi. Bunda retrognatiya deb aytsanlaringiz ham bo'ladi, lekin ikkita termin bitta uchramasligi uchun bu narsalarni biz aytganmiz. Bunda prognatiya, gnatio jag degani, bu ham jag'ga kiradi, lekin bu narsani biz aytamiz ko'proq retrogeniya. Tushunlaringizmi? Retrogeniya. Chunki retrognatiya, prognatiya desa qaysi jag uchun ishlatilishligini chalg'ib qolmasligi uchun olimlar mana shunaqa holatda ochilgan. Xo'p, 5%, 10%, 85% holatda bo'ladi. Va bunaqa podtip profil bizda convex profil deb ataladi. Ya'ni asosan yuqori jag'imiz oldinga siljib ketgan hisoblanganligi uchun pastki jag'imiz mana bunaqa holatda bo'ladi, orqaga siljgan. Endi mana shu yerda tushuntirib ketaman, qaranglar. O'zi bizda mana bunaqa chizadigan bo'lsak, bolajonni mana shunaqa odam chizadigan bo'lsak, men rassom emasman, lekin tushuntirib beraman. Lablarimiz, iyagimiz orqaga kirib ketgan bo'ladi. O'smayapti. Mana tushuntirib berdim. Orqaga siljigan bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa holatda, agar mana bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, yuqori nafas yo'llari mana bu ingichka bo'ladi. Agar bu narsa orqaga pastki jag'imizni siljigan bo'lsa, bu narsani yopib qo'yadi. O'shaning uchun bularda o'zi ko'pchilik holatda apnoe bo'ladi va buni moslashtirishga harakat qiladi. Nima hisobiga? Bu pozvanogimizning hisobiga. Pozvanok, ya'niki umurtqa pog'onasi hisobiga. Ular mana bunaqa holatda nisbatan yurishga harakat qiladi. O'sha vaqtida nafas yo'llari ochiladi va kislorod yaxshi yetib borishga harakat qiladi. Demak, moslashuvchan mana bunaqa holatda profilda o'zgaradi. Ancha tushundingiz, bunaqa profil convex profil deb ataladi. Va 3-klassga o'tamiz. 3-klassimizda qaranglar. Endi bu narsa yuqori jag'da oldinga siljib ketgan ekan. Endi pastki jag, albatta 3-tipda bizda oldingi pastki jag'imiz oldinga siljigan bo'lishi kerak ekan. Demak, mana profilimizda 60% eng ko'p uchraydigan holatda e'tibor bersalaringiz, bu yerda pastki jag'imiz norma holatda, lekin yuqori jag'imiz retruziya holatda. Retruziya yoki bu narsani nima deymiz? Retrognatiya desak bo'ladi, orqaga siljigan. Endi bunga sabab nimaga desa, retruziya bo'ladida yuqori jag yaxshi rivojlanmagan. Ya'niki kengaymagan. Bunda mikrognatiya. Kichkina jag'lar degan ma'noni anglatadi. Mikro degani kichkina. Kichkina jag'larda hisobiga o'smayapti, orqaga siljigan bo'lyapti. Lekin pastki jag'imiz normada. Tushunlaringizmi? Yuqori jag'imiz demak orqaga siljigan, oldingi jag'imiz oldinga siljigan holatda ko'rinib qoladi, mana bunaqa holatda. Pastki jag'imiz. Xo'p, keyingisi 20% uchraydigan holatda bu endi miya, ya'niki bosh suyagiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda protruziya holatda pastki jag'lar oldinga siljigan bo'libdi. Protruziya holatda oldinga siljigan. Demak, klass 3 da ikkinchi podtipida endi pastki jag'larimiz protruziya holatda oldinga siljigan bo'lishi mumkin. Mana oldinga siljigan bo'lishi mumkin. Yuqori jag'imiz normada. O'sha hisobiga yuqori jag'imiz normada bo'lishiga qaramasdan pastki jag'imiz o'sib ketganligi uchun mana bunaqa holatda yuzaga keladi. Tushunlaringizmi? Profilimiz mana shunaqa. Va 20% holatda ikkalasi ham uchraydi. Ya'niki pastki jag', ya'ni retruziya holatda orqaga siljigan, retruziya holatda orqaga siljigan va pastki jag'imiz esa protruziya holatda yoki progeniya deb aytdik. Progeniya, bunisi retrognatiya holatda bo'lsa. Tushunlaringizmi? Bu kombinirlangan tipga kiradi. Bu narsani biz concave usuli deb aytamiz. Ya'ni concave profili deb aytamiz. Tushunlaringizmi? Bunda mana bunaqa holatda bo'ladi. Bemorlarni ko'rganimizda mana bunaqa chizadigan bo'lsak, mana bunaqa iyagi oldinga chiqib ketganini ko'rishimiz mumkin. Lablarimiz va iyagimiz oldinga chiqib ketgan bo'ladi. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Tushunlaringizmi? Bu narsada e'tibor beringlar. Mana shu yerda ozgincha osankani tushuntirib ketaman. Bunda mana bunaqa egilishdan hisobiga mana bu yerda yelka sohasida mana bunaqa egiklik paydo bo'ladi. Concave 3-klass sklitali tipda esa mana bu yerda mana bunaqa holatda pastki chanoqlarga ham, hattoki chanoqlarda rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Bel sohasida egiklik paydo bo'ladi. Tushunlaringizmi? Bel sohasida egiklik paydo bo'ladi. Ancha tushunlaringiz, bugungi mavzumiz mana shu narsalardan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, albatta layklar bilan va kommentariyada o'zingizni izohlaringizni qoldirib, keyingi mavzu
qaysi bo'lishligini xohlardingiz yozib qoldiringlar va uyga vazifa sifatida man o'sha bitta jag'ni qo'yaman yoki tishlarni qo'yaman, o'shani siz yozishingiz kerak. Qaysi tipga o'sha kommentariyada agar javob bersalaringiz, albattaki javob qaytarishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.